Farg'ona viloyat hokimiyati panjaralar bilan o'rab tashlashgan-ku. Nimaga o'rab tashlashgan bu panjaralar bilan hayronman. O'g'irlab ketiladigan narsa bormikan bitta? Va xalq kirib yotib olarmikan? Nima deb o'ylaysizlar mana shunga? Mutasaddilar. Prezidentimizga rahmat, mana shu yangi qurilishlarni quryaptilar. Mana hamma mana shu odamlarni o'ylab qur deyaptilar. Bizda hammamiz ijara yuribmiz. Korobkalar bo'sh yotibdi. Boylar olib hech kim yashamaydi. Qo'yib kelishyapti xolos. Kerak emas hech kimga ular uchun. Puli bor uchun kerak emas-da, biz kambag'allarga kerak-da. Kattamizni mana shu yerdagi qabullariga kelyapman. Xudo xolasa mana kirib qoldim. Tadbirkorlar uyida. Assalomu alaykum. Qabul bo'lyaptimi? O'chiriqdami qabul bo'lyapti? O'chiriq. Hamma o'chiriqda turibdi mana shu yerda. Kimga yozdiraman o'chiriqni? Qaysi xonasi qayerda bo'lyapti qabul? Qabul endi bo'lar ekan. O'zi qaysi xonada bo'ladi? Adam. Yerda. Assalomu alaykum. Men chiqsam bo'ladi. Qabulga kelgandim-da. Qabulga kelgandim. 10da kelasiz deyishadi, o'shanga kelgandim qabulga. Qancha kutay aka? Qancha kutay? 3ta qabul qilasiz xolosmi? 3 bitta masalada o'tish. Ha, yaxshi. Hokim o'zlariga xatga kirsam bo'ladi, viloyat hokimiga yozdirdim-da men. Ha? Hozir kecha kelganda men mutasaddilar va ishlaydiganlar, o'sha odamlar sizmi, o'sha sizga kirishim kerakmi? Ular yerda chiqadi. Men akani o'zim chaqirganman jumaga. Ha, aka shef dedilar. O'sha chiqishadi, yig'ilish bo'lyapti ekan, chiqishadi. Nechida boshlanadi aka? 11da boshlanadi. 11da? Va 10:30ga chiqinglar deganman. Xo'p bo'ladi. Ertaman kutyapman.
Qo'shimchadan o'chirib turibsizmi? Qabulga o'chiribmi? Ha? Qabul bo'lmaydi, nimaga chaqirishdi bo'lmasa? Qabul bo'lmasa. 10da nechi bo'l soatingiz? 10ga chaqirishgan. Biz bular uchun ishlaymizmi yo biz uchun bular ishlaymi? Qaysidan biri to'g'ri aytinglar. Biz bo'pti 10da deyishgan bo'lsa 1 soat kechikibdi, maylis bo'lyapti deb kutamiz mayli. 1 soat nechi bo'ldi dedingiz? Nechi bo'ldi dedingiz? Chaqirishgan. 10:30 11da bo'lar ekan bular. Bitta sabr qilib turasiz inshaalloh. Alloh biz bilan inshaalloh. Ha, sizlarki 10ga deyishadi, 11ga o'shanga yozdirib beraymi sizga kelganimni yo'q, sarilbas. Ha, jivot.